Assalomu alaykum do'stlar. YouTube'da ko'rishlar soniga aslida nima ta'sir qiladi va nimalar shunchaki afsona? Keling, avvalo ko'pchilik adashadigan miflardan boshlaymiz. Birinchisi, akkauntning yoshi. Ko'pchilik eski kanallarga YouTube ko'proq ishonadi. Yangilari esa soyada ushlab turadi deb o'ylashadi. Amaliyotda esa unday emas. Yangi ochilgan kanal ham, eskisi ham birdek tez ko'tarilishi yoki bir joyda qotib qolishi mumkin. Kechagina ochilgan kanal darrov tavsiyalarga chiqqaniga misollar juda ko'p. Ya'ni akkauntingiz yoshi hech narsani hal qilmaydi. Odatda 7-10 kun ichida ilk ko'rishlar kelib boshlaydi. Ikkinchi mif regionni almashtirish, ya'ni VPN va joylashuvni yashirish. Odamlar negadir sozlamalarda boshqa davlatni tanlasa yoki VPNni ishlatsa, video yaxshiroq tarqaladi deb ishonishadi. Ammo YouTube muallifning pasportiga yoki uning xaritadagi nuqtasiga qaramaydi. Algoritm uchun muhim kontent sifati va auditoriyaning unga bo'lgan reaksiyasi. Amerikada emasligingizni yashirishdan ma'no yo'q. YouTube hamma davlat mualliflarini bir xil ilgari suradi. Uchinchi mif akkauntni qizdirib tayyorlash. Kanal ochishdan oldin ko'p narsalarni tomosha qilish, raqobatchilarga aktivlik ko'rsatish kerak. Shunda YouTube mening nishamni tushunadi degan nazariya bor. Albatta bu xato. Algoritm sizning tomoshalaringiz tarixiga emas, balki yuklagan videoingizning mavzusi, nomi, muqovasi va tomoshabinlarning reaksiyasiga qarab ishlaydi. Siz nima ko'rishingizdan qat'iy nazar, agar mashinalar haqida video yuklasangiz, u mashinalarga qiziqqan odamlarga ko'rsatiladi. Endi esa ko'rishlar soniga haqiqatda ta'sir qiluvchi omillarga o'tamiz. Birinchi omil bu mavzu va albatta muqova preview. Agar siz kichik kanallarda ham yaxshi ko'rilayotgan va hali raqobatchilar tomonidan to'ydirib yuborilmagan mavzularni tanlasangiz, muvaffaqiyat ehtimoli keskin oshadi. Muqova va sarlavha esa tomoshabin bilan bu ilk aloqadir. Odam ularni ko'rganda yo foydali narsa borligini tushunishi yoki qiziqish berib videoni ochishni xohlashi kerak. Ikkinchi omil bu kontent hajmi va yuklash chastotasi. Do'stlar, gap videoni aynan qaysi soatda chiqishida emas, balki imkoniyatlar sonida. Bir oyda 10 ta, 15 ta yoki 30 ta video yuklagan kanal har 2 haftada bir marta video chiqaradigan kanaldan ko'ra doim ustunroq bo'ladi. YouTube sizda namuna videolar ko'p bo'lsa, auditoriyani osonroq topadi va faol kanallarga rag'batlantiradi. Keyingi omil nisha va videodagi til tanlovi. Hatto eng zo'r videoni ham raqobat o'ta kuchli bo'lgan nishada ko'mib yuborish mumkin. Ayniqsa ingliz tilidagi oddiy sun'iy intellekt kanallarida yangi boshlovchilar juda ko'p. Shuning uchun nafaqat nima ommalashayotganiga, balki nechtasi o'xshamay qolganiga ham qarashingiz kerak. Ba'zida biror format ingliz tilida raqobat tufayli yurishmasligi mumkin, lekin boshqa tillarda, masalan o'zbek yoki rus tillarida xuddi shu g'oya juda tez natija beradi. Do'stlar, sizlarga kanallaringizda ko'p prosmotrlar va katta natijalar tilab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.